obunachilar mana shu joyda stop. Mana shu joyga kelganda do'stlar, videoda sizlarga men o'g'rilar, ya'ni banditlar qanaqa qilib millionerlar mashinasini o'g'irlab ketganini ko'rsatishim kerak edi do'stlar, lekin qanaqadir qilib video zapis bo'lmagan ekan obunachilar, meni kechirasizlar. Nu video zapis bo'lmagan ekan. Qaytadan olay desam, уже kartalar qurilgan, narsalar qurilib bo'lgan, qaytadan olish iloji yo'q edi. No obunachilar, o'shaning uchun meni kechiringlar. No videoda yarmida emas, millioner turgan joydan ko'rishni boshlaysizlar va davay bo'lsa videoga ketdik. Yo, ertalab tushib ketibdi-ku, jinosan dada, ancha ertalab tushibdi. Tushunmadim. Kalit. Yo'q, mashinamni kaliti qani? Jonson kalit. Pullarim. Yo'q, pullarim joyida turibdi. Jonson 8 ta, bitta blok almaz bor edi. Pullarim yo'q, to'xta, tushunmadim. Mashinam qayerda, Jonson? Mashinam tez mashinani. Yo'q, hech kam qulf emas, Jonson. Yo'q, Jonson, mashinam qani? Yo'q, mashinam yo'q. Mashina, Jinursan, mashinam yo'q. Yo'q, endi nima qilaman? Jinursan, mashinam yo'q-ku. Endi nima qilaman? Endi qayerga boraman? Mashinam yo'q, Jinursan, Jinursan. Jinursan, yetadi, bor shuncha kompyuter o'ynaganim yo'qmi? Kechasidan beri kompyuter o'ynayapman. Yo'q, kechasidan beri emas, o'zi yaqinda tushunmadim. Jinursan, mashinam. Tushunmadim. Voy, millioner yaxshimisan? Yaxshiman, Jinursan. Nima bo'ldi senga? Ko'rmaysanmi? Mashinamni o'g'irlab ketishibdi, Jinursan. Mana mashinam yo'q. Mashinam yo'q deysanmi? Jinursan, mashinam yo'q. Dritz, endi nima qilaman? Yo'q, Jinursan. Mashinangni, tushunmadim. Mashinangni qanaqa qilib o'g'irlab ketishdi? Bilmadim, Dritz, qanaqa qilib o'g'irlab ketishdi, lekin shuni bilaman, o'g'irlab ketishdi. Uyda hech qanaqa kameram yo'q, hech qanaqa bir nima deydi, kuzatib o'tiradigan narsam yo'q. Shunday o'g'irlab ketishgan ifloslar. Yo'q, da shunaqa. Jinurson, yaxshi bo'lmabdi. Men ham uyda qandaydir bo'ya ko'zim tushdi, endi e'tibor bermadim. Pechkam yo'qolib qolgan. Jinurson, hozir pechka haqida gap ketyaptimi, Dres? Hozir meni kompyuter, yo'q. Jinurson, mashinam yo'qolgan. Qanaqa pechka deysan? Prosta aytgandimda, prosta so'ragandim. Mayli, men qara bo'lmasa nima qilamiz? Nima qilsak bo'ladi? Bilmadim. Nima qilasan? Menga qara, menda bir ideya bor-da. Xo'sh, qanaqa ideya bor? Nima, o'g'rilarni topmoqchimisan? O'g'rilarni endi o'lib ketsang ham topa olmaysan. Ular vashshi hakerlar bilan ham topib bo'lmaydi ular, tushunibsanmi? Qanday qilib qishlog'imizda hech qanaqa kamera yo'q, hech bola yo'q. Qayerdan topasan ularni? Ular ketgan bo'ldi. Ular kamera yo'q, bir umuman yo'qolib ketadigan joyga ketgan. Qara, Qarochi, yaxshi shaharga borasan-da, yangi mashina sotib olasan. Men senga mana bitta chetki qilib, bitta garaj qurib beraman deb qaytadida. Bu qo'shmabdi, men qo'yib qoldimi? Endi quyosham Jinurson. O'yin-ku bu, endi o'yinda shunaqa baglar bo'lib turadi-da. Xullas keyinchi bo'ldi, qurib beraman, bo'ldi, все. To'g'ri aytsan, lekin rostdanmi? Da, albatta. Rahmat deydi senga, kattagon rahmat. Unda men ketdim. Hozir boraman-da, mashina olib kelaman. Sen ungacha garaj qurib tur, maylimi? Davay. Bo'pti, millioner. Hisobi mayli. Davay, bo'pti, ketdim. Jinni millioner. Xullas, barcha obunachilarga salom, sizlar bilan men Dritz Minecraft va yangi videoga xush kelibsizlar. Obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, deganlar, zo'rmisizlar? Akalar, sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan xursandman va akalar, mana bu qaranglar, shader bilan bugun video olay dedim. Bitta shader bilan video olaymi yoki shadersizmi akalar? Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar do'stlar. Skinim o'zgardi do'stlar. Bitta videoda skinimni o'zgartirib turay dedim. Bitta skinda o'ynash jonim yetib ketdi, to'g'risini aytsam. Kecha menga kreativ bermadi-yu. Nursan, jinni millioner, oz to'xtaylik, uyga kirib bo'lsa kompyuterdan telefon qilaman-da, hozir menga kreativ berishini so'rayman. Nursan, yaxshi, mana shu yerdan qurishni boshlasam menimcha yetadi. Mana xuddi mana shu joydan boshlayman. Mana shu yergacha olib kelamiz. Demak, bittagina joy qolish kerak. Albatta meni o'zimga ham do'stlar, mashinani o'zi ham sal kattaroq bo'ladi-da, jichcha, o'shaning uchun salgina mabdan chiqadi do'stlar, chunki mashina qirilmasligi kerak, kengina normalniy turishi kerak do'stlar. O'shani hisobga olamiz. O'sha razditsami nima deydi? Qarochi, shunaqa narsalarni hisobga olgan holda quramiz va 4-5 tali qilamiz do'stlar, sal kattaroq bo'lishi uchun. Millionerga bilasizlar, nima desa bo'ladi, xullas yangicha dekoratsiyadagi bir g'alati narsalar yo'qadi, o'shaning uchun unga ana shunaqa narsa qilamiz. Qaranglar, hozir nima qilaman men, bilasizlarmi? Yo'q qilaman-da do'stlar. Masjidgacha olib kelaman. Qaranglar.
Oh. Yo'ma, normalniy chiqyapti degan umiddaman do'stlar. Albatta kommentariyada sizlar ham o'zinglarning fikringlarni yozib qoldiringlar. Nu endi mana shunaqa qilsam sal bir epichniy bir boshqacha bo'ladi-da do'stlar. Bundoq qilamiz. Manaki. Bu yerga ham bundoq qilamiz. Cho'tka yo'q. Cho'tka emas. Cho'tka emas do'stlar, adashdim, qaranglar. Tak. Almas qani? Oltin. Mana obunachi oltin qo'yamiz. Hoppa. Do'stlar, oltin bilan shishcha takoy turar ekan, a. Qaranglar mana. Oltin qo'yamiz. Wow, do'stlar, просто wow. Nima qilaman bu yerga? Yo'q do'stlar, to'xtaylar do'stlar. Bu yerda eshik turadi. Eshik tursa, mana aka do'stlar. Cho'tki. Bu yerga ham shunaqa. Do'stlar, shishcha gap yo'q. Gap yo'q, chinursin. Aylanmay qoldi do'stlar. Mayli, e'tibor bermaymiz do'stlar. Bu modimiz bilan bunday qilsak bo'ladimiga? Opa bo'lar ekan, juda ham yaxshi. Garaj kattaligini qaranglar do'stlar, buni buzib kirish iloji yo'q deydi do'stlar. Bor, tushuninglar, seriozmi? Buzib kirish iloji yo'q. Bu garajni bor. Mana. Ochilishi ham yarim soat do'stlar, tushunyapsizlarmi? Mana bu yerda yopadi. Bam, yopiladi do'stlar. Wow, просто imba gap. Mana bu yerda ochamiz. Bu yerda nima bo'ladi bilasizlarmi? Bu yerda chiqib kiradigan joy bo'ladi do'stlar. Bu yerga biz oddiyroq eshik qo'yishimiz kerak-da, чтобы tak, qanaqasidan qo'ysam bo'ladi? Shunisining hammasi ko'rinib yotibdi-da, borib. Mana bunga o'xshagan chiroq. Yo'q. Mana. Mana, всё, bo'ldi, obunachilar, всё. Managa. Oqlamiz yopiladi. Если что, bu mabullarga kod qo'yamiz-da, do'stlar. Bu yerda kod qo'yamiz, ya'ni faqat bizga ochiladi bu. Misol bizga va millioner o'ziga ochiladigan narsalar bo'lishi kerak-da. Bu endi shunaqa bo'ladi. Xo'p, keldi endi ichini yana bezatamiz obunachilar, nimadir qilib, chunki biz уже 5 minut ichida qurib bo'ldik bu joylarni do'stlar. Juda ham tez qurib tashlaydi, chunki kreativda edik va kreativda bunaqa narsalar juda ham oson quriladi. Keldi gul nimadirlar qo'shamiz do'stlar. Dekoratsiya bo'lishi uchun, misol mana buni olamiz. Mana buni bu yerga qo'yamiz. Bundan ham bu yerga va ikkita eshikning oldiga mana bunaqadan qo'yamiz. Wow do'stlar, просто wow bo'ldi deb o'ylayman. Endi sizlar qanaqa bilasizlar bilmadim-ku. Bu qanday bu? Yo'lda turadimi? Yo'q. Mana. Obunachi mana. Devor chetida turar ekanda. Bo'ldi, всё tushundim. Mana bundoq qilamiz. Buni olib tashlab bratishga. Bu yerga, bu yerga. Wow, do'stlar, menimcha normalniy chiqyapti, ya'ni bilmadim. Sizlar qanaqa o'ylaysizlar? Lekin menga yoqdi, buni qaranglar. Qanaqa zo'r turibdi. Degan qo'yamiz, obunachilar. Wow, do'stlar, hamma joy bozor bo'lib ketdi-yu, ha. Bu bachkana bo'lib ketgani yo'qmi? Yo'q, menimcha bachkana bo'lmadi do'stlar. Hozir bunisiga ham ichida yopsang-chi. Hozir nega aytgancha anavi boradi, qo'yib bo'lmaydi. Okey. Tushundim. Mana bu yerga qo'yilmagan bunda ham. Bo'ldi do'stlar, mana. Bundoq qilamiz, mana olib tashlaymiz, mana bo'ldi do'stlar. Mana chotki gullar, вообще osilib turibdi, chotki bo'lib. Xo'sh, yana nima qo'shsak bo'ladi? Albatta chiroq ham qo'shishimiz kerak do'stlar. Kecha chiroq mana bunaqa chiroqlardan qo'shamiz. Kitayskiy-da bu, kitayskiy bo'ladi bu yog'i. Bitta bo'lsa, bitta va mana bitta bo'ladi. Mana. Wow do'stlar, menimcha normalniy chiqdi deb o'ylayman. Obunachilar, endi sizlar ham o'zingizlarning fikringlarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Musor chiqdimi yoki chiroylimi? Albatta kommentariyada yozib qoldiramiz do'stlar. Yo, mana katta birdan mana bunday qo'yib yuboraymikan, nima deysizlar? Misol yo'q, bu xunuk bo'lib qoladi do'stlar. Mana bunaqa 2-3 ta mana bunday bo'lib turgani chiroyliroq deb o'ylayman. Endi sizlarni bilmadim. 2-3 ta shunaqa bo'lib turgani chiroyliroq deb o'ylayman. Keyin tashqariga mana bu yerga nega qo'yib bo'lmayapti? Tushunursiz. Nega? Mayli, necha obunachilar mana shu yerga qo'yamiz. Hoppa, mana bu yerga qo'ydik, nima uchun? Mana bu bor-a? Mana bundoq qo'ymasak bo'lmaydi. Mana shu yerga qo'yish kerak do'stlar, chunki shu yerda o'zida chiroyli turadi. Wow do'stlar, mana buni ichini qaranglar. Vashshe zo'r bo'ldi, lekin. Deraza qo'shaymikan, qo'shmaymikan? Qani do'stlar, ko'raylik derazada qanaqalari bor. Bizda mana bundan bor, mana bundan bor, mana bundan bor. Yo'q.
Bu juda anavi bo'lib ketdi. Mashinalar, oyoqlar ham bor ekan do'stlar. Qaranglar. Hop, endi solmoq ekan. Qanday bo'lar ekan? Deraza bilan-da endi turar ekan. Deraza bilan. No, bu derazalarni buzish qiyin do'stlar. Oddiy deraza qo'yayotganim yo'q, bilasizlar. Bu salizdiq nima desa bo'ladi? Qo'shilgan kuchliroq deraza do'stlar. Hop, buni olamiz. Qanday? Menimcha chidasa bo'ladi. Normalniy do'stlar. Da. Menimcha normalniy chiqdi. Endi bitta yopib ko'ramiz. Qani yopilgan holatda qanaqa turar ekan? Vau do'stlar, yopilgan holatda ham chotki do'stlar. Bu yerda o'tirsa ham bo'ladi-da, ammo buni mashinasiga qarab, da. Men guzurunisiga kelib qoldi hozir. Buni qaranglar. Kravat kerak bizga. Kravatchik, jinursa kravatni qayerdan olamiz? Qani hozir mana aka. Obunachilar qizil kravatdan olamiz albatta. Xo'p, qizil kravatda bunisini olamiz va o'rtasini olamiz va chekkasini olamiz. Hop, obunachilar. Demak, mana bunda o'tirsa-da, to'g'rimi obunachilar mana? O'tirsa. Hop, do'stlar. Bomba, prosta gap bo'lishi umuman mumkin emas obunachilar. Qaranglar. Yo'q, hozir g'alati emasmikan? Yo'q, normal. Da chotki do'stlar mana. Buni qilamiz keyin qaranglar hozir mana sizlarga bitta chotki narsa ko'rsataman. Qaranglar mana. Choylarni olamiz. Mana choy bu yerda kofe. Bam do'stlar, prosta bam. Atmosferani qaranglar qanaqa chiroyli. Mana bitta kofelar, choylarni ichib, mana bitta atmosfera, mana bitta mashina turadi. Вообще chotki do'stlar, shikarno, prosta bomba, imba chiqdi. Endi sizlarni bilmadim. Albatta kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar do'stlar. Bu aytganimdek, endi millionerga kelishini kutamiz obunachilar. Qani millioner qanaqa fikr bildirar ekan do'stlar, ko'ramiz. Oppa, millioner keldingmi? Da keldim. X6M olib keldim. Yo'g'i, da. Qani ko'rib turishing mumkin. Ochaveraymi bu yerda? Da, ochaver. Vau, o'qidan olib kelibdi-da obunachilar. Da yo-mayo, adres nima bu? Jinurson bu yerda chiroyliligini. Yo-mayo. Dres вообще шикарно, вообще zo'r-ku. Buni qara zo'rligini. Va mabda kofeladi chut. Eshik ham qildingmi? Da, eshik ham qildim. Chiroylimi qanday? Da вообще dres bomba, prosta bomba. Eshigini yopilishini ko'raychi. Uzr hozir bu yerdan yopar ekanman. Da, xo'sh qanday? Millioner senga yoqdimi? Da вообще prosta bomba, dres ishon вообще yoqdi boru. Va mabda o'tirib bemalol qilaversa ham bo'ladi. Da shunaqa. Dres, давай hozir eshikni ochilganini, короче, men bu mashinani olib kelsam mana bu yerga. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. O'zim olib kiraveraymi do'stlarim? Da, o'zing olib kir, shuncha qurding-ku endi. O'zing olib kirda, ajinirsan. Hozir gap bo'lishi mumkin emas, hozir olib kiraman-da. Hozir, asta, sekin. Vau, bo'ldi. Chetki mana olib kirdim millioner. Mana xullas ko'rishing mumkin. Mana chetki qilib qo'yib qo'ydim. Gap yo'q Dris. Unda davay bo'pti, men uyimga kirdim. Uyimda o'tiraman hozir kompyuter. Qanaqa kompyuter jinursa bu yerda chiroylilik qilaman. Mana shu yerda o'tiraman Dris xullas. Men saqlab. Davay bo'pti. Davay. Sog' bo'l millioner. Mana eshikni yopib qo'ydim. Rahmat eshigimni yopganing uchun. Da, Mo'g'uloy tashqaridan ham vashshi zo'r ko'rinar ekan. Da, zo'r ko'rinadi-da. Obunachilar xullas ko'rdinglar, bugungi video mana shulardan iborat edi. To'xtanglar, hozir mana bular yig'ilmabdi-da do'stlar. Shuni mana shularni yig'ib olaylik. Nima bo'ladi, to'g'rimi obunachilar? Hozir. Jinursimga qarang, nima bu yerda kartochka aralashib yotibdi, bo'g'ri. Men bu shitila teginganmi deyman-da yana. Tillardan boshqa hech kim teginmaydi bularga do'stlar. Xo'p, mayli, hozir buni olamiz. Do'stlar, albatta yaxshi chiqdimi, yo'qmi, garajda sizlar ham kommentarda yozib qoldiringlar do'stlar. Sizlarga nima desa bo'ladi? Sizlarni menga anaqanglar juda ham muhim aytgan, xullas, короче, maslahat deydimi, nima deydi? Fikringlar muhim menga do'stlar. Fikr do'stlar. Uzr, adashib ketdim. Короче, fikringlar menga muhim. Xo'p, bu yerda buni qilamiz. Bo'ldi. Tayyor obunachilar. Xullas obunachilar videosi shugacha. Nimaga? Men qaranglar, pechkam yo'q meni ham. Xullas obunachilar videosi shugacha ko'rgan bo'lsangiz sizlarga kattakon rahmat. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Unda sizlar bilan bugungi videoda Ridis Minecraft bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr obunachilar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.